3 xonaga 5 xona katta oilalarga 3-etaj Yunusobod 15-kvartal 5 etajli dom, keramzitniy dom, bu g'ishtdan keyingi o'rinda yuradigan. Podyezddan kiraverish qayerdan boshlayman? Mana bu yoqdan boshlaylik. Ko'rayotgan hamma narsalar qorada, romlar almashgan, uy pokiza, chiroyli, toza, shunda kirib yashaydigan. Yo bitta spalni, endi mana bu yoqda mana tualeti bu yoqqa alohida qilingan ekan. Sizlarga hozir bir chekkadan ko'rsatib o'raman. O'z xonalar ko'pligidan adashmay ketyapman. Mana bu yoq yana bitta xona. Romlar almashgan, joylari yaxshi. Mana bu yoqda bitta xona. Ko'rsatib o'ringlar. Mana bu yoqda yana bitta xona ko'rib turibsizlarmi? Mana o'sha hozirlarga 4 ta xonani ko'rsatdim. Mana bu yog'imiz mana zal. Mana zalni ham ko'ringlar. Mana remontlar toza, akkuratni, ham pokiza kirib yashaydigan uy. Fayzli, qanaqadir nuri bor ekan uy. O'zingizlar kelsanglar ham aytasizlar. Mana bu yog'imiz mana vanna, katta keng. Endi mana oshxonani qaranglar. Juda zo'r planirovka. Bu ham trapetsiyaga tushgan, o'shaning hisobiga 110 kvadrat. Mana qiy shu joyga tushgan. Bu yoqda 2 ga 6 balkoni ham bor mana. Bu yerda ham bitta xona qo'rsanglar bo'ladi. 6 ta xona, uchastkani o'rniga tamom mana dom. 3-etaj, 15-kvartal, joyi yaxshi joylarda joylashgan. Narxi 105 ming. Anti xonalarni ham 110 ming, 120 ming tashlashyapti. 105 mingga sizlarga 5 xona 110 kvadrat. Harakat qilinglar, pastki nomer telefon qilinglar, tamom.